İnsan ama küreşke bağırken Assalamu alaikum, hurmatlı teleko'ruvchi tuğandar, dostlar. Men laqamim Dublor Polvon, otim Anorbay, familiyam Qayumov. 42 yıldan beri kurashaman. 42 yıldan beri kurashaman. 31 yaşımda başlaganman kurashni. 1997 yılı 6 yanvarda jo'nab Qoradaryo degan ayıldan 2,5 kunda Leylek 420 kilometr yerga velosiped bilan yetib borganman. O'sha yerda 5 odam men kurashganman o'sha yerda. Anan keyin Boyaman rahmatliq o'shanda tirik bo'lgan. Boyaman rahmatlik men o'sha yerda ko'rishganman Leylekda. Anan 30 ming odam tomosha qilgan. Anan keyin tuğandar, men sizlarga aytarim, sport bilan mashg'ul kerak. Sport bilan mashg'ul kerak. Kurash bir kunda 20 kilometr yugurib, o'shaga jarasha yesang, sportni har qanday turiga ketaverasan. 20 kilometr yugursan, biyiqlikka sakirish bu, uzunlikqa sakirish bu. Biroq 20 kilometr yugurish kerak. Boksga ham tushaverasın. Velosiped menen o'ta yaxshi razminka bo'ladi. O'ta yaxshi ter qavayt, sovib turib, anan keyin chiqasin, jig'itasın обязательно. 400 bu, 500 bu kurash o'tkazgan bo'lsam kerak, esimda yo'q. Biroq 300'ünü jig'itgan bo'lsam kerak, 200'dan jig'ilsam bo'lsam kerak. Eng ko'pi Sirdaryo oblasida kurashganman. Sirdaryo oblasida o'ta kurash razviti O'zbekistonda. Anan keyin Jallovotda, Qirg'izistonda Jallovotda razviti kurash. O'shda ham bo'ladi. Novxat rayonida har yili 9-mayda kurash bo'ladi. Put bardık yerga borganman, Ostonada kurashganman, Kazanda kurash surishgan yo'q. Sebebi universiada o'tgan ekan 13-yili. Mingtemir Shaymiyev ukaz chiqargan ekan, Всяческие nasionalniy игры отменяются deb. O'shantib kurashga qaytib kelganman. Biroq ayb yo'q menda, kurashga borganman. Boshqa yerlarda tanishim kerak. Men Severni Tojikistonda tanıydı. Toshkent oblast, Sirdaryo oblast, mana yerda 3 oblast, Andijon, Fergana, Namangan, O'z, Jallovot, Talasga bordim. Ko'chman ellerning o'yinlariga. Issiqko'lga bordim. Ko'chman ellerning dünyalik o'yinlari bo'ldi. 15-yili. Issiqko'lda Yuzli Koreys men kurashdim. Benden şunca büyük, o sportivkada bilinip duran jelke,
Baretsda o kurashga kelgan. O'sha men kurashdim, meni chalib jig'itib qo'ydi. Bir karis o'rischani nachar bilet ekan. O'shaga aytdim men. Объясни что подножка считается полпоражения, второй подножка уже снимается с соревнования. Поэтому надо оторвать от пола и потом проводить прием. Desem o onga tushuntirdi, anan keyin meni ko'tarmoqchi bo'lganda men qarmab olib onu jig'itib berdim. Yuzini qaraysiz, men 25 yoshda ekan. Men 15-yılı 65 yaşta oğam. Bu bizi Tacugay Palvan, bu atı Tacugay Palvan bunu. Bu dublör degen maqaldı. Mana Qo'rg'onto'g'ri Ablaz degen kurashda yetelib yuradigan adam bar edi, palvon. Ablaz palvon desidi. O'shal adam shu kurashni boshlab berishdi, Tacugaydan boshlaymiz deb shu jiyinlarda birinchi boshlab yurganligi uchun dublör qo'yayotgan. Kim menen kurashsa yo'q deb aytdi Tacugay. Bu asaqalmin, bu asaqal, bu go'to katta palvon, men kichik jashmin devesdan kim menen bo'lsa kurasha berganidan dublör deb shu Ablaz palvon laqam qo'yib qo'ygan. Tacugay palvon o'zi shu Beshqaltagi elidan bo'ladi. Mana shu yerda kadri, shu kurashga qiziqib, otasi yetalab yurib, otasi ham oncha-buncha kurashadigan odam edi. Yetalab yurib, shu kurashga qiziqib, Tacugay ham yomon bo'lgan yo'q. Elda Beshqaltagi elini bir Jallovat, O'zgan, O'sh, Anjan, mana shu Jallovat territoriyasiga Beshqaltagini tanitgan palvonlardan birinchisi Tacugay bo'lgan bo'ladi. Endi tug'anlar, men 1950-yılı 18 mayda tug'ilganman. 31 yaşımda kurashni boshlaganman. Kurashga kirib qolishim случайно emas. Men armiyada shtangidan 1-razryadda o'tkazganman. Armiyada Volniy Barba menen mashig'ib, diviziyada 3-o'rinda olganman. Anan keyin 31 yaşımda kurashga chiqqanman. Abdurahmon palvonni eshitganman. 80-yılı o'tib ketgan Abdurahmon. Keyin Topancha palvonni ko'p eshitib yuratalam. Biroq men bu kishi bilan 1990-yillarda tanishib, bilishib qolganman. Topancha palvon İbrahim oti. Familiyasi Uzoqov. Qoradaryo jergesidan bo'ladi. Qoradaryodan jergesidan men qiziqchilik qilib aytaverayin. Telezritellarni kuldirib ham qo'yish kerak. Piyanista alqashlari ham meni jig'itgan. Anan armiyadan 71 qaytdim. Будучи уже 1-razryad штангист, 3-место diviziya chempionatida. Anan kelib 31 yaşımda kurashga qatnashib qoldim. Belbog'li kurash hozirga. Boyaman palvon men kurashganman. O 20 yoshda bo'lgan, men 37 yoshda bo'lganman.
17 yaş kişine bugün bayaman menden. Oşonda bayaman polvon men küreşip 37 yaştamın men. O 20 yaşta. 20 minut küreşkenmin. Men bunday napada işini körgönmesmin hiç kayarda. Kötörüp bir yaka taştaydı. Toxtatpay kötörüp bir yaka taştaydı. Dağı bir yaka taştaydı. 20 minut. Bırak çıkal gelmez mena. Anan keyin ököz neçe çıkkanmızan. Boyamam ben. Oşonun oğlu Adilet hazır Bişkek'te Küreşçi Federasya'nın başçısı bolup turат hazır. Adilet men öte jakşı tanışmın. Anan keyin mana 50-nji yılda 18-nji mayda tuğulgan bolsam mana may kese 73'ke tolamun 42 yıl küreştim ben. Bir ayam toxtatkanım yok orada. Bespererivne 42 yaş. 42 yıl küreştim. Mana bir yıl 1 mayda küreş bardı ötet. O yaka baramın kuda kalırsa 21 Mart'ta şulele Dodon degen ayılda Nokat rayonunda küreş bar eken Navroz'da. O şerge her yılı baramın. Özümden 40 yaş, 30 yaş kişiler men küreşamın. Oşular meni jigitkanlar yok da. Bro köyünü jigitdim oşularni. O'zi Dibulor aka deymiz, endi Tajoy akamiz kurashchi bo'lgan. Bu ko'p joylarga borgan, ko'p joylarda qayerda kurashchi bo'ladigan bo'lsa, ashaga boradi kurashga. Lekin zerikmaydi ham, piyoda ham, velosipedda ham yetib boradi. Endi bu Tajoy akamdan oldin men kurashganman, to'g'ri. Endi bizdan keyin kurashgani, men kurashganimda mana Boyaman ukam bo'ladi meni. 67-yil, men 61-yilman. Boyaman bilan men kurashganman. Mana Qirg'izistonlik ko'p bolalar hammasi meni taniydi. Boyaman meni aka derdi. Birga kurashganmiz. Küreş 9 klassda okugamın, 16 yaşta okugamın. Oşonda baştalganmın, o Qorasuda küreşe tayarlagan bize. Volni barbağımıga. Qorgon töyde küreşganmın şonda. Anan ki şondan baştalgan birok manavi çoğun belbolu küreşke men 31 yaşımda başladım küreşte. 81-nji, 80, 90-nji yıllar hem 2000 yıllar. Şu belbolu küreş yük Kırgızistan'da öte razviti bolgan. Tüstü Kırgızistan'da. Tüstü Kırgızistan mana Ferganskiy dolina, Ferganskiy oblast, Namanganskiy oblast, Anjanskiy oblast, mana Anjan oblastida turamiz. Jallovat, Osh, Leninovat, Severniy Tojikiston. Put bordig'i belbolu kurashadi. Dublör palvonni 45 yildan beri bilaman. 45 yildan beri kurashadi. O'sha dublör palvon hech qanday meni tanlab aytdi, o'shaning uchun buni nimasi dublör bo'lib qolgan. Bu dublör palvon qayerga borsa biz ham shu orqasidan borib kurashlarni tomosha qilib kelganmiz. Bundan tashqari shu Boyaman men kurashgan. Boyamanni kurashini ham ko'rganmiz. Men Boyaman kurashini 1990-yili ko'rganman. Yaxshi kurashgan. Qaradaryodan o'sha Ibragim palvon, Toppancha palvon bilan birga kelib kurashgan. O'shalarni ko'rib, bundan tashqari shu Anjanda, Xonobodda, Namangan, har yoqda shu yog'i nimalarda Batken borib kurashlar tomosha qilib kelganmiz. Tajoy dublör palvon, shu dublör palvonni shogirdlari bor. Shogirdlaridan Jumaqulov Zohid palvon jahon chempioni bo'lgan, belbog'li kurash bo'yicha. Bundan tashqari Latif palvon, Mamar Asil mana ukamiz bu shu kurash kelgan. Osiyo chempioni bo'lgan, Osiyo.
Bizi boshqa yiltakda shu kurashga qiziqqanlar juda ko'p. Undan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Tajvoy akam bundan keyin ham den sog'lik tilaymiz. Mana 1-mayda shu o'shda kurash bo'ladi ekan, shunga borib o'sha haligi veteranlar nimasiga kurashib keladi. Orqasidan borib biz ham tomosha qilib kelamiz. Men maqtanmasam ham bo'ladi. Amerikanец Paul Brek. Biz Amerikanlarni gapirmasak bo'ladi. 85 yaşında alpinizmle maşkan, alpinizm. Jugurgan, ko'p yaşlarda orqada qoldirib Paul Brek. Sportini xizmat, tez yurish, onda ham yaşlarda qoldirib 85 yaşda. Angliyskidan O'zbekchaga perevod qilgan kitobni o'qiganman Paul Brekni. 85 ga kirgan qirchillama yigit degan onu. Biroq bu odam Avstraliyada o'shonga yurgan bu qotishga tayyorlangan bu vodnin lijada uchishalik volnada. O'shonda volnani tagida qolgan 96 yaşında o'lgan. Tragiski pogib. O'z ajalim emas. O'shonda ham sportsmen bo'lgan Paul Brek. Onu oldida men maqtanmasam ham bo'ladi. O adam 130 mo'ljaldagan ekan. 130 ga kiraman. Biroq Xudoyda aytgani bo'ladi-da. Na всё воля Божья. So'r men 3 bu 4 bu uyg'onib ketaman, uxlay olmayman. Anan keyin 12 kilolik qovun bor. Tosh. Snaryad sotib olgan emasman men. Anan o'sha toshni ko'taraman. O qo'lima, bu qo'lima olaman, odirga churqayman, juraman. O'sha gana men tirinayotgan boshqa. Kurashga boraveraman. Men dublyor men bile katta bo'lganmiz. Bile mana shu yerda tug'ilib o'sganmiz men. Kurashga yoshligidan qiziqadi u bola. Kurashga qiziqib, qayerda kurash bo'lsa boradi. Billa boradi. Biz ham kurashga tushib yurganmiz o'sha yerlarda. Buni otasi ham shunaqa edi. Otasi ham kurashga qiziqqan odam edi. Oilasidagi hammasi ham kurashga qiziqib, kurashni yaxshi ko'radi. Qayerda kurash bo'lsa boradi. Shuning uchun bu hamma yerga mana shu Andijon oblasiga, boshqa yerlarga ham dublyor sifatida tanilib qolgan, Qirg'izistonga ham tanilgan. Mana shu yerda o'sib ungan bollardan bo'ladi. Endi har kimga har xil nima taqdir beradi ekanda Alloh. Bunga ham shunday kurashda obro'y berdi Xudo. Yaxshi. Mana shu yerda Beshkaltak mahallasini obro'y qiladi. Bollar ham mana shularni ko'rib harakatga tushadi. Harakatga tushib, sport bilan qatnashib, yaxshi bollar bo'lib chiqib ketish kerakda shu yerdan. Dağı bir nimani aytmasam bo'ladi. Seulda Южный Koreya Olimpiyada bo'lib o'tadi. Olimpiyadaga boshlanishi konniy sport, plavaniya o'shandaylar boshlanadi. O'shanda plavaniya bo'lib o'tadi. Rossiya televideniya ko'rsatib o'tadi. Prямой reportaj. Seul. 12 ta haligi plavaniyaga nima haligi tashlab turgan egizga chiqishdi. 2 metr, 1.90 Европейский. Biranta neger mongoloid yo'q. Put Европейц. Anaki 12 tasi chiqdi. Oxirida bir qiz ham chiqdi. Bir 18-20 yoshda bir kichkinagina qiz. Aligilarda mana yerdan keladi.
Ali kızdı 12. bolup turat. Emi ona kız en ahırda kelet dep turam. Basseynde uzunluğu 25 metre. 25 metre. Taşta bir yaka borat, bir yaka kelet, bir yaka borat, bir yaka kelet. Boldu 100 metre. Anankin pistolet oturdu, taşladı, ketdi bu stil. Kanday süssöň süze öresin. O уже finish boldu. Ali kız çempiyon bolsa bolu, olimpiyski çempiyon, Amerikanka. Anan Ali'ge orus diktir aytып атат, Ali'ge комментатор. Вот эта девочка, это 2 часа ест, 2 часа спит, 2 часа тренируется. Это. Живет в бассейне. Ana, o kızga ele tağındık emezse o. Любой спортсменге tağındık o. Men put nacionalность, rasa, вероисповедание, bana kızığı yok. Put adamdardı, yer yüzündeki adamdardı. Sport men maşıkışka çakıram. Novi Zelandiya degen yer var. Avustralya men Antarktida'nın ortasında. 4 milyon nasilene var. 4 milyon. O şehirde sport nizamlaştırılgan. Zakon. Sen sportmen maşık basan zakondu buzgan bulursun sen. O şun için Novi Zelandiya futbol boyunca o 5-6 maçta çıktı Mehmet'e. Çempionat birge. Novi Zelandiya cüdele güçlü sportsmenleri var. Eme manı kara. Ben küreşmegen adam bolsa 150 kilavı, 200 kilavı korkmayman. Küreşmegen bolsa. Bro küreşken bolsa 50 kilodan ham korkamam ben. O da yaxşı biledi o 50 kilolik küreşti. Korkamam ben ondan. Ali 150 kilo küreşmegenden korkmayım ben. Sport ahırgacha sportsmen boluşun gerekse. Irçısımı ahırgacha ırçı boluşun gerekse. Men 5 yılda mağarasından tuğulu uçkönmen daha. Bu tecrübe öküz ata akırken ballarımız. Bizge jakın tuğan balam. Şu öküz yaşa gidip şu küreşke kızıkkanda mektepte jakşı okuyan, biroq küreşke kızıkkanda bu küreşke Özbekistan, Kırgızistan tanıttı, Beşkelden tanıttı. Rahmat. Bardığımızı Allah ömrümüzü uzun kılsın. Bardığımızı, rızkımızı büyük kılsın. Bardığımızga Kuday nimeni arzu kılsak, Özbekçe bop ketti bir yağa. Nimeni oylasak, şu oy maksatlarga jetkirsin. Akçabız köbeysin. Bay bolaylık, bar bolaylık Allah'a ekber.